Angren shahrida Kasaba uyushmasi boshlang'ich tashkilotining hisobot saylov konferensiyasi bo'lib o'tdi. Unda Kasaba uyushmasi a'zolari shaharda faoliyat yuritayotgan korxonalarning rahbariyati, mehnat jamoasi hamda mutasaddi tashkilotlarning vakillari ishtirok etdilar. Kasaba uyushmalari xodimlarning mehnat sharoitlarini yaxshilash hamda ularning ijtimoiy kafolatlarini ta'minlanishini nazorat qilishda faol ishtirok etadi. Shu sababli ham kasaba uyushmasi vakillarini saylash jarayoni xodimlarning huquqlarini himoya qilishda o'z ta'sir kuchiga ega. Ishchilarning manfaatlarini ta'minlashda sidqidildan xizmat qiluvchi vakillarni tanlash, kelajak rejalari va strategiyalarini belgilash bevosita saylov orqali hal qilinadi. O'tkazilgan ushbu konferensiya ham ayni shu jihatlarni e'tiborga olgan bilan ahamiyatli bo'ldi. 2025-yilda kasaba uyushmalari organlarining vakolat muddatlari yakunlanishi munosabati bilan O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasining bosh kengashining yig'ilishiga qaroriga asosan bu yil barcha boshlang'ich kasaba uyushmalari tashkilotlarida, tarmoq kasaba uyushmalari tashkilotlarida va tuman shahar kengashlarida hisobot saylovlari o'tkazilishi belgilangan. Toshkent viloyatida ham 4000 ga yaqin boshlang'ich kasaba uyushmalari tashkilotlari bo'ladigan bo'lsa, bugungi kunga kelib 3000 ga yaqin kasaba uyushma tashkilotlarida hisobot saylovlari o'tkazildi. Saylov nima uchun xizmat qiladi? Saylovda har bitta kasaba uyushma qo'mitasining fikri inobatga olinadiki, keyingi 5 yillik kasaba uyushma qo'mitasi yo'lini belgilaydi. O'shaning uchun bugungi o'sha ovoz berish jarayonida ham har bitta saylangan delegat befarq bo'lmagan holda o'zini o'sha kelajagi uchun keyingi o'sha 5 yillik faoliyat uchun ham befarq bo'lmagan holda hammasi faol qatnashdi. Konferensiya avvalida boshlang'ich kasaba uyushma tashkilotining 5 yillik faoliyati borasida hisobotlar tinglandi. Xususan o'tgan yillardagi natijalar, erishilgan yutuqlar va yo'l qo'yilgan kamchiliklar haqida aytib o'tildi. Shuningdek, ishchi xodimlarning huquqlarini himoya qilish, mehnat sharoitlarini yaxshilash, xavfsizlik texnikasi qoidalariga rioya etish hamda moddiy rag'batlantirish tizimini takomillashtirish yo'nalishida amalga oshirilgan ishlar haqida ma'lumotlar berildi. 5 yillik hisobot yig'ilishida ayollarimizga yaratilayotgan shart-sharoitlar, jamoat shartnomasi asosida ularga berilayotgan imtiyozlar ko'rib chiqildi. Korxonamizda ham ayollarimizga ko'plab imtiyozlar yaratilgan. Bulardan biz aytishimiz mumkin, korxonamizdagi ayollarning barchasi sog'lig'ini tiklash maqsadida sanatoriyalarda dam olishlari mumkin. Farzandlarini yozgi oromgohlarga yuborishlari mumkin. Shu bilan birga kasaba uyushmamiz tomonidan ularga ish sharoitlarini yaratilishi, kiyinish xonalari, shaxsiy gigiyena xonalarini tashkillashtirilganligi, shu bilan birga ovqatlanish xonalarini tashkillashtirilganligi, bularning hammasi ayollarimizga berilayotgan e'tibor hisoblanadi. Shundan so'ng o'qib eshittirilgan hisobot ma'lumotlari xususida xodimlarning fikr-mulohazalari tinglandi. Konferensiya ishi davomida boshlang'ich kasaba uyushma tashkilotining faoliyati qoniqarli deb baholandi. Tadbirning eng muhim qismi yangi kasaba uyushmasi qo'mitasi a'zolarini saylash jarayoni bo'ldi. Saylov yopiq va ochiq tarzda o'tkazildi. Jarayon davomida barcha delegatlar o'z ovozlarini munosib nomzodlarga berishdi. Natijalarga ko'ra yangi tarkib shakllantirilib, qo'mita raisi saylandi.